Endi baldıranlarninki mushu ko'z ojizliklarini vaqtida bayqayanmay Abimjit aka hozir shu o'qish yoshidagi bolalarning topshirig'i bak jiqkan, kashda 10-11largacha topshiriq ishlayotgan. Qanday qilganda shu bolalarning ko'rish quvvatining tuvanlab ketishining oldini olib o'tmoqchi to'g'rini bir so'zlab bersangiz. bo'ladi. Ko'zoynak taqab turib, ko'z ojiz to'g'risida o'zimizning beshin o'tgan tajribani so'zlaydi. Biz 4-1 tuqqanning ichida 3 o'ylan ko'zoynak taqaymiz oilada. Ko'p qismi nima degan chig'imizda, mushu kichik chig'imizda ko'z asrash jihatiga ba'zan bilimlarimizda bilmaganligimiz yoki bo'lmasa mushu ko'zni asrash jihatiga nurg'un ishlarga diqqat qilmasligimiz sababidan hamma bilan ko'zoynak taqab mushuni o'tiryapmiz. Endi bu kichik bolalarda hozir kundan kunga nima uchun ko'zi ojizlab ketadi degan chog'da sizlarning bolalaringizga kech soat 1-2largacha topshiriq ishlaydiganlar bormi? Mushu bolalarninki tabiat dunyosi, dala sohatiga oz chiqish, kitob, telefon, televizorlarni ko'p ko'rish, hatto mushu qorong'u yo'riqliq darajasi tanlab ketgan yerda topshiriq kitob ko'rish qatorliqlarmi bolalarninki ko'zini ojizlashtirib o'tadi. Endi bu bolalardagi ko'zga ziyon qatgan bu sabablar nihoyatda bak ko'p. Bu yerda birdan-bir to'xtalib o'ldirsak, necha 100 xil sabab bo'lib kelib chiqishi mumkin. Endi bu ko'zni qanday asraymiz bolalarda degan chig'imizda qanday diqqat qilamiz, ko'zni qanday sog'lomlashtiramiz degan chig'imizda birinchidan kichik bolalarninki ko'zininki ojizmi yoki bo'lmasa ojiz emasligini ota-ona bo'g'uchi har doim imtihon turish kerak. Masalan, yiroq yerdan kitobni ko'rsatib, "Balam, ma nima, ma necha, ma qancha" deganga o'xshash odatdagi oddiy orqali bolalarning ko'zininki ojiz emasligiga hukm qila olasizlar. Ikkinchi birisi bolalarninki mushu televizor, telefonlarni ko'rish vaqtini yarim soat hatto 40 minutdan eshib ketmasligiga kafolatlik qilsanglar bo'ladi. Hatto kitob ko'rsam 1 soatdan ortiq kitob ko'rmas kerak deymiz. Bir qatimni ko'rgan chog'da 1 soatdan ortiq kitob ko'rmaslik kerak. Hamda hozirgi bolalarimiz hatto kech soat 11-12 hatto 1largacha topshiriq ishlab o'tadi. Bu bolalarga nisbatan ko'zga bak ziyonli. Uchinchi birisi bolalarga ko'z gimnastika ishlashni o'rgatinglar. Bu ko'z gimnastikasi faqat maktabda ham ishlatmasin, maktabda ham qilmasin. Oilada kelgan chog'da doim ko'z gimnastika ishlashni odatlantiringlar. Uningdan bilan bolalarning vaqti chiqqan hamallar chuqum dala sayohat qilib yeşillik tabiat dunyosidagi yeşillik nurlarni ko'p kirib bersa, yeşil muhitni ko'p kirib bersa, ko'zning qurish quvvati nihoyatda tez oshadi. Endi bolalarninki mushu ko'z ojizliklarini vaqtida bayqayanmay, mushunda ig'ir kasalliklarninki kelib chiqishni oldini olish uchun vaqti-vaqtida bolalarni ko'z kasallik doktorxonasiga olib borib tekshirtib, agar yenik darajadagi ko'z kasalliklari bo'lib qolgan bo'lsa, dora yoki bo'lmasa har xil davolash apparatlari orqali davolash qilib ko'zini vaqtida asig akaganinglar yaxshi. Endi ko'zga zodik bolalarninki ko'zga zodi nima foydali degan chaqimda bayon deganga o'xshash bolalar kech tarafda chuqur burun uxlashga kafolatlik qilish. Ikkinchi biri esa oilada ko'z gimnastika ishlashga chuqur kafolatlik qilish. Uningdan bilak mushu badiyon nima odatda choy damlab anda sonda ichib bersakmi haftada 1-2 qatim ko'zning ro'shanlashiga nihoyat foydali. Uningda bilak mushu tog'da biqilgan qo'y o'chkilarninki jigirini kavobga pishirib bersanglarmi bolalarning ko'zlari kundan kunga o'tkilish qarab mang'adim. Bular bu polo. Polodagi bular sabzini bilasizlar. Sabzini nihoyat jiq yeb bergan chaqadimi ko'zninki ko'rish quvvatini nihoyat oshirib, hatto ko'zoynakni tashlayotganlarga nihoyat ko'p. Foydalanib qilishinglarni chin ko'ngildan umid qilaman.